Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa bugungi batareyamiz model Y kelgan. Ledvoy batareyasi. Imbalans muammosi bilan bu ham xudo xolasa buni ochib sekin balanslarni to'g'rilab sozlaymiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Elektromobil batareyalarda muammolar, ashibkalar, bunaki xizmat bo'lsa aytaverasizlar, xudo xolasa. Okalar, xudo xolasa bu model Y model 3 long range versiyasi bo'ladi. Batareya to'liq, xudo xolasa. Xo'p, balansdan ko'ramiz. Bu qismda endi haqiqiy muammo. Haqiqiy muammo nima bo'lyapti? Qorochi 174. Onun oldu da. Qolgan 170 volt tak etdi. Matematika ham to'g'ri kelmayapti. Ko'ramiz.